Masalan, o'rtoqlar qaranglar. A, piyozni qovurdinglar. Topленый masada piyozni qovurdinglar. Bolgarskiylarni soldinglar, pomidor, baqlajonlarni soldinglar. Yaxshilab qovurib yubordinglar, ustiga tuxum chaqdinglar. Obedda bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi, ertalabga bo'ladimi, mana shunday taom hisob bo'ladi. Va bu taom sizni faqat ozdiradi. Hozir sizlarning miyalarda faqat ozish nimasi turibdi-da, xohish turibdi. O'shaning uchun faqat ozishni gapiryapman. Lekin ozishdan tashqari bu давлениyalarni tushiradi, qon tomirlarini tozalaydi. Bizani qandli diabetdan saqlaydi. Va biz tanamizda отекlarni yo'qotamiz. Mana shu tuxum bilan. Lekin biz mana shu sabzavotlarni o'rniga agar biz ratsionimizga tuxumni o'zini qovurib turib, mana bu non bilan yeydigan bo'lsak, bizani mana bu oqsinimizdan foyda olamiz. Lekin mana bu uglevod yoki non bizada vaspaliniya paydo qilib, yana suv yig'ishni boshlaydi. Ya'ni biz tanamizdan suvni yo'qota olmaymiz, tanamizdagi yog'larni yo'qota olmaymiz. Farqi to'g'ri ovqatlanishda. Endi kolbasa mahsulotlarini ham, masalan, tuxum bilan qovurib yesanglar bo'ladi. Kolbasani bizni hayotimizdan chiqarib yuborish juda ham qiyin. Imkon qadar o'sha sifati, o'sha ichiga qo'shilgan uni bo'ladimi, kraxmali bo'ladimi yoki manni krupasi bo'ladimi, kamroq qo'shilgan foydaliroq kolbasalardan olib yesanglar bo'ladi. Kolbasa bilan tuxumni juda ham yaxshi ko'radiganlar, kolbasa bilan tuxum oldiga bironta salat qilib yeydigan bo'lsa, ustiga sirlar qo'yib yuboradigan bo'lsa, bu zarar jihatidan juda ham past bo'ladi. Endi biz ko'proq nima qilamiz? Mana bu kartoshkani qovurib turib, oldiga kolbasani qo'yib yeymiz yoki kartoshka bilan go'sht yeymiz. Va buni buxanka nonlar bilan yoki har xil ketchuplar bilan, souslar bilan birga yeymiz. Mana shunday ovqatlanishimiz ham bizni semirishga, отекlarga olib keladi. Bizga eng to'g'ri variant nima qilishimiz kerak? Go'shtni ko'proq imkon qadar bizani ichimizga sabzavotli salatlar kirish kerak yoki sabzavotni pishirilgan holatda yeyishimiz kerak. Masalan, tovuq go'shtini yoki oddiy go'shtni piyoz bilan qovurib yeb, uni oldiga tuxum chaqib yesak yoki sabzavotli, mayonezli salatlar hatto qilib yesak ham, shu mayonezli salatimizga kolbasa, tuxumlarni qo'shib yuborsak ham, biz aslo semirmaymiz. Ko'ryapsizlarmi? Bitta korzinkani o'ziga kirishda foydali mahsulotlarni ham olib chiqsangiz bo'ladi, foydasiz mahsulotlarni ham olib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni har bitta narsa o'zingizga bog'liq bo'ladi. Hozir men sizlarga bu yerda konkretniy nima ozdirishni endi ajratib beraman. Demak, ozishni xohlasangiz, bepul darsga qo'shilish uchun profil shapkasidagi havola orqali ro'yxatdan o'tib kanalimga obuna bo'ling.